Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa qurrati uyunina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bahor keldi, Rossiyaga borish shart emas. 7,5 talik motokultivatorimiz traktor kirolmaydigan joylarga, bog'bon akalarimizga juda kerakli narsa. Sezonda yaxshi ursa, o'zini pulini bemalol chiqarib, foydaga ham olib kiradi. Kimga shu mahsulotimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling. Yashil marketda hojatkalarimiz uchun yangilik. Oldiga bir kishi o'tiradi, orqaga 2 kishi bemalol sig'adi. Buni orqa tomoni eng qizig'i bagaj bo'ladi. Bozorlik qilganingizda suvlaringizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Orqasida ham bitta qo'shimcha bagaji, eng qizig'i tormozlari, oldi jitkislik, oyoq tormozi ham bo'ladi. Keyin eng muhimi buning ichida kolonkalari ham ichida, muzika eshitib ketsangiz ham bo'ladi bemalol. Xolasiz naqd pulga, xolasiz bo'lib to'lashga, bizda bozor narxida keling, savdolashib oling. Obunachilarimiz uchun bugun 500 kilolik muraveyimizni obzor qilamiz. Temir tomli muraveyimiz dvornilarigacha bor, oldi lobavoy, projektor, tumanka, hamma narsasi bor. Gentrada yo'q, kolonkalarigacha bor. Oting qurgur biladi, esimdan chiqib qoldi nima edi. Eng muhim joyi miyasida. Miyasi 1200 talik emas, 1800 talik miya, 70 likdan 6 ta akkumulyator, indamasdan 100 kilometr yurib beraveradi. Risollari 4 talik, qo'shir risol bo'ladi. Xohlasalar naqd pulga, xohlasalar bo'lib to'lashga arzon narxlarda chiqaramiz. Yashil marketga keling, savdolashib oling. Masla qora geligimiz. Trabega halol, hali 1 kilometr ham yurmagan. Xolagan ustalaringni olib kelib tekshirtirib olishlaring mumkin. Jigar siz uchun 4 ta yumshoq balon, 1 yillik tadirovkasi ham bor. Toy bolaga bundan zo'rini topolmadim. Bosib yuborasizmi, ha? Shu va shu turdagi mahsulotlar faqat Yashil marketda. Keling, savdolashib oling. Televizorda narxiga qo'shib o'zini ham yoqib yuboramiz. Narxi yonyap turgan 32 talik smart televizorlarimiz 145 ming so'm, 43 taligi 235 ming so'm. Ushbu narxlar uzoq muddatga so'ragan obunachilarimiz uchun. Shu narxlarni 12 oyga bo'lib to'lang. Bu chegirmalarimiz faqat Instagram obunachilarimiz uchun. Keling, savdolashib oling. Velosiped so'ragan obunachilarimiz uchun obzor so'radinglar, mana sizlarga obzor. 26 lik, 24 lik gonshik velosipedlarimiz bor. 3 g'ildirakli velosipedlar hammasidan bor. Sizga kerakli barcha mahsulotlar Yashil marketda. Keling, savdolashib oling. Bizda faqat mashi texnikalar emas, skuterlar ham mavjud. Kelinglar, savdolashib olinglar. 50 kilometr, 60 kilometr yuradi, garantiyasi bor. 6 ta, 5 ta akkumulyatorlik, tormozlari jitkislik. Bonusiga kaska va panchosi qo'shib beriladi. Eng muhimi, bozor narxida bo'lib to'lash imkoniyati. Keling, savdolashib oling. Menga yarashibdi, qaranglar to'ri Yashil marketda ekan. Mebelni zo'ri. Qalbni yarasi bor, o'yaverasizlar, buni mehmonxona, oshxonaga qo'yaverasizlar. Kimda bo'lar deysiz, nomusinglar or, hozir ko'rsataman. Mebellar ham bor, deyapti, mana mebellar. Rahmat aka, telefoningizni berib turing. Tinchlikmi nimaga? Berib turing. Telefoningizni paqirga tushirib bersam, obunachilarga sovg'a tarqatasizmi? Sinsachi. Ha, yangi bo'ladi-da. Hadi qarang, ko'raylik-chi. Bo'ldi, gap yo'q. Va'da qilingan sovg'alar. Sharti Yashil marketga obuna bo'lishingiz kerak. G'oliblarni shu video kommentariyasida aniqlaymiz. Qancha ko'p kommentariya yozsangiz, YouTube olish imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Keyingi sovg'alarimizni shu videoni kommentariyasida aniqlaymiz. Sovg'amiz g'olibini kommentariyada aniqlaymiz. Mana qaranglar. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Ko'rmagan holatda necha marta aylantiring? 3 marta qarang. Ko'rdingmi? Mana qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yashil marketdan sovg'a yutib oldingiz aka, fe'l kommentariyada aniqladik. Kelib olib ketishingiz mumkin. Ikkinchi sovg'amizda g'olibini aniqlaymiz. Shu qolgan joyidan aylantiramiz. Necha marta aylantiring? 10 marta. Qaraganim yo'q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komandirlar bir katta. 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalomu alaykum. Yashil marketdan sovg'a yutib oldingiz. Aloqaga chiqing, kelib sovg'angizni olib ketishingiz mumkin. Keyingi sovg'alarimizni shu videoni kommentariyasida aniqlaymiz, faqat boshqacha. Kimning kommentariyasi eng ko'p like yig'sa, birinchi o'ringa original AirPods, ikkinchi o'ringa dazmol.
So'g'amiz g'olibi mana srazi yetib keldi. Shu yerda ekan, o'zi yaqinroq ekan. Uka hammasi haqqoniy ekanmi? Tanish bilishchilik yo'q bu yerda. Siz tanimayman meni. Yo'q, tanimaysiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ishonmayapsanmi? O'zing bitta kel, yashil makonda bor. Oshxonamga ber. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aka. Keling aka. Ana kirmoqchisiz qancha? 3.190.000. Bo'lib to'lashgachi. 3.190.000. Faqat Yashil marketda barcha mahsulotlarni foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Immer brendiga tegishli bo'lgan 6 kilolik avtomat kir yuvish mashinamiz 14 ta funksiyadan iborat, motoriga 10 yil, qolgan joyiga 3 yil garantiyasi bor. Bizda nafaqat Immer, LG, Laretto, Samsung, Avalon barcha brend mahsulotlarini keling savdolashib oling. Shunaqa arzon narxlar va aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun Yashil marketga obuna bo'ling. Uka, mana plisosni ham yoqib yuboraymi, plisosni? Bizda 30 xildan ortiq plisoslarimiz mavjud. Hamma firmaning plisoslari bor. Artel, Shivaki, Avalon, Laretto, Xitoy plisosi deysizmi, hammasidan mavjud. Narxlarga keladigan bo'lsak, juda hamyonbop, kelasiz, savdolashib olasiz. Assalomu alaykum hurmatlilar. Yaxshimisizlar? Siz shahrimiz mehmonlari. Biz Yasevan tumanida joylashgan Yashil marketga tashrif buyurdik, mana ko'rib turganlaringdek. Hayot shunaqadir bilmayman o'zim. She'r aytib beryapman, bilmayman o'zim. Kim yaxshi, kim yomon bilib olaveringlar. Yashil makon shu yerda. Kelib olaveringlar. Urib turgan insonni hatto jonida, manzil qora haykaldi yonida. Sog' bo'linglar. Ichkariga qarab ketdik. Hurmatli obunachilar, eslatib o'tamiz, xolodilnigimiz 2.490.000 so'm bo'lib to'lashga beriladi. 3 oyga bo'lib bemalol to'lab olishlaring mumkin. O'zini narxida. O'zini narxida ekan, o'zini narxida. Qo'shib bermaysizlar, kamaytirmaysizlar, qo'shmaysizlar, o'zini narxida. 2.490.000 so'mga 3 oyga bo'lib to'lashga. Mana sizga Ramazonga aksiya. Adashib qoldingizmi? Qora haykaldan to'g'ri Yashil marketga. Adashmang. Eng yaxshi sifat va arzon narxlar Yashil marketda. Bizda barcha turdagi maishiy texnikalar, turli o'lchamdagi gilamlar va sifatli mebellar mavjud. Bizda kelishilgan holda bo'lib to'lash imkoniyati. Xolasangiz bozor narxida savdolashib oling. To'yga, to'yanaga gilam bilan borsiz boshqacha bo'lsa kerak, a? Qarang, gilamlarni ko'rib turibsizlarmi? Kim qilardi tashvish o'yini? Gilam bilan to'ldiradi faqat uyini. Kimlardir tashvish o'ylar qilyapti. Sezon keldi, o'zbeklar to'ylar qilyapti. Odamlar aytadi, "Qatta qolavering." Yashil marketga keldik. Gilamni shetan olavering. Salomat bo'linglar. Shumikin do'koni? Shu bo'lsa kerak. Hozir o'qiyamiz. Dadang oldiga keldim gaplashgani. Dadam jahldor, ehtiyot bo'ling. Aralashma. Qattagina dadasi. Aka qarab oring. O'zim qarayman, ishlarni qilib turib ular ko'rinda. Ikkita qo'y yog'i kelib qolibdi. Telefon olmoqchimisanlar? Telefonimiz bor-ku. Berib turish telefonni. Olamiz. Endi telefon olib berasan. Men oyiga bo'lib to'lashga uka. Televizorlar oyiga 145 mingdan. Tezroq qaynating bilan gaplash. Qo'y yog'lar olishasanmi o'zi? Bitta olasanmi degani o'ldiraman deganda bo'lyapti. Olmasak bo'lmaysa keling. Olamiz. Xolodilniklar oyiga 255 mingdan. Olasanmi? Olamiz. Betga diyor keldimi deyman-da. Sevishingni aytmading-ku. Keyin safar aytaman. Keyingi safar men kelmayman. Qo'y yog'lar qopladimi sanlardi. Battar bo'llaring. Yozovondagi eng arzon mebellar faqat Yashil marketda. Sin pero, sin pero.